Assalomu alaykum hurmatli talabalar, hurmatli hamkasblar. Adaptiv jismoniy tarbiya va sport fani bo'yicha video darslarimizni davom qildiramiz. Bugungi darsimiz neyromotor nogironliklari mavjud bo'lgan shaxslar uchun paralimpiya sport turlari. Neyromotor o'tgan darsimizda neyromotor nogironliklar, ulardagi kasallik turlari, ularning klassifikatsiyasi, ularning kasallik sabablari, oqibatlari va ularning profilaktikasi, ularning adaptiv jismoniy tarbiyasi haqida gaplashib o'tgan edik. Demak, neyromotor nogironliklar masalan miya falaji, orqa miya shikastlanishlari, mushak distrofiyasi va boshqa nevrologik holatlar mavjud shaxslar uchun paralimpiya sport turlari nafaqat jismoniy faollikni ta'minlash, balki reabilitatsiya, ijtimoiy integratsiya va psixologik barqarorlikni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu ma'lumotnoma 4 ta asosiy sport turida o'rganib chiqiladi. Bular o'tirib o'ynaladigan voleybol, bochcha, nogironlar aravachasidagi basketbol va boshqa sport turlariga bo'linadi. Masalan, yugurish, aravachada yugurish, qilichbozlik bo'yicha klassifikatsiyalar tizimi, qoidalar va foydalar haqida batafsil ma'lumot berib o'tamiz. O'tirib o'ynaladigan voleybol xalqaro tilda sitting voleybol deb ataladi. Sport turining qisqacha tavsifi: o'tirib o'ynaladigan voleybol bu nogironligi bo'lgan sportchilar uchun mo'ljallangan voleybol varianti bo'lib, unda sportchilar yerda o'tirgan holda o'ynaydilar. Ushbu sport 1956-yilda Niderlandiyada yaralgan, askarlar uchun reabilitatsiya sporti sifatida ixtiro qilingan. Birinchi marta 1976-yilda Torontodagi Paralimpiya o'yinlarida namoyish sifatida o'tkazilgan. 1980-yilda Arnhemdagi o'yinlarda rasmiy medallik sport turiga aylangan. Rasmda ko'rishingiz mumkin, o'tirib o'ynaladigan voleybol. Bu o'tirib o'ynaladigan voleybol, demak, oddiy o'zlarimizning an'anaviy voleybolga o'xshab ketadi, lekin setkasi pastda joylashtirilgan va asosan oyoqda yoki beldan pastida jarohati bo'lgan, nogironligi bo'lgan shaxslar shug'ullanadi. Uning qisqacha tarifi yoki joylashuvi, metrlari haqida gaplashib o'tamiz. Demak, qoidalari: maydon o'lchami 10 ga 6 metr. To'r balandligi esa erkaklar uchun 1 metr 15 santimetr, ayollar uchun esa 1 metr 5 santimetr dan iborat. Hujum chizig'i 2 metr masofaga joylashgan, sog'lomlarnikida bu narsa 3 metrga joylashtirilgan. Asosiy qoidalar: to'p bilan aloqa qilish vaqtida sportchining kamida bir oyog'ining qismi, ya'ni dumba qismi yer bilan tutashgan bo'lishi shart. Harakatlar, servislar, bloklashlar mumkin. O'yinning tuzilishi oddiy voleybol qoidalariga o'xshash, ammo o'tirgan holda o'ynashga moslashtirilgan. Tavsifi: sportchilar klassifikatsiyasi bo'yicha o'tirib o'ynaladigan voleybol sportchilarda ikkita asosiy sinfga bo'linadi. Bular VC1, voleybol sitting 1, ya'ni og'irroq nogironlikka ega sportchilar mushak kuchi va bo'g'im harakatchanligi sezilarli darajada cheklangan sportchilar bo'lishi mumkin. Ulardagi cheklovlar: maydonda VC2 sportchilar soni cheklanmagan, lekin umumiy tarkibda VC2 ga nisbatan nazorat qilinadi. VC2 degani bu yengilroq nogironlikka ega bo'lgan sportchilar. Ikkinchi klassifikatsiya bu, demak, nisbatan ko'proq funksional imkoniyatlarga ega sportchilar hisoblanadi. Demak, ikki klassifikatsiyada voleybol o'ynaladi. Demak, har bir jamoada maydonda bir vaqtning o'zida faqat 2 nafar VC2 sportchisi bo'lishi mumkin. Demak, e'tibor qilgan bo'lsangiz, har bir jamoada maydonda bir vaqtning o'zida faqat 2 nafar VC2 sportchi bo'lishi mumkin. Yengilroq kasallikdagi sportchi qatnashishi mumkin ekan. Demak, keyingisi klassifikatsiyasi jarayonida 2014-yilda Jahon chempionati ma'lumotlariga ko'ra, elit sportchilar 74%, ya'ni sog'lom, yaxshi sportchi 74% va liga sportchilarining 94.1% joriy klassifika tizimida ijobiy baholangan. Elit sportchilar funksional protseduralardan qo'shish zarurligi ko'rsatishadi. Nogironlik turlari: amputatsiya, orqa miya shikastlanishlari, miya falaji, miya shikastlanishi va insult oqibatlarida bo'lgan sportchilar ishtirok etishi mumkin bu sport turida. Ya'ni u yerda biror bir jismoniy amputatsiyaga ega bo'lish shart emas, ularning ishlamasligi ham bu o'yinda qatnashish imkoniyatini beradi. Keyingi neyromotor kasalliklarda sportchilarning ishtirok etishi mumkin bo'lgan sport turlaridan bittasi bu bochcha.
Xalqaro tilda bochcha deb nomlanadi. Bizning tilimizga o'zlashgani bu bochcha o'yini hisoblanadi. Demak, Paralimpiya o'yinlarining ikkita o'ziga xos sport turidan biri Olimpiya dasturiga homologiyaga ega bo'lmagan. Ushbu sport yuqori darajadagi yordamga muhtoj sportchilar uchun mo'ljallangan va birinchi marta 1984-yilda Paralimpiya dasturiga kiritilgan. Bochcha o'yini mana tasvirlarda ko'rishingiz mumkin. O'ta og'ir kasalliklarga ega bo'lgan sportchilar, ularda yuqorida ko'rayotgan tasvirda bularda oyoq, qo'l falajligi juda katta darajadagi bo'lgan sportchilar hisoblanadi va bunga albatta har bir yonida bitta yordamchi o'tiribdi va bu yordamchilar bochcha koptogini ularga boshi bilan yoki tili bilan harakatlantirishga uchun yoki ularga tayyorlab berishadi va bular o'zlari bosh qismi bilan mo'ljallab o'yinni davom ettiriladi. Undan tashqari salomatligi sal ularga juda falajlik darajasi yengilroq bo'lgan sportchilar ham qatnashishi mumkin. Ular o'zining qo'llari bilan bochcha koptoklarini qoidalar asosida harakatlantirishga amalga oshiradilar. Qoidalar bochcha aniqligi va strategiyasiga asoslangan to'p otish sport turi bo'lib, o'yin maydoni ichiga jack deb nomlangan oq to'pni tashlagan va sportchilar o'zlarining rangli to'pchalar, qizil yoki ko'k to'pchalarni imkon qadar haligi oq to'pga, jackga yaqin joylashtirishga harakat qiladilar. Qoidasi shunaqa, juda oddiy, lekin bu shu yerda ham juda otishda, qabul qilishda, uzatishda yoki itarib olishda yoki balandlikda, pastlikni ko'ra bilishda ularga ham imkoniyatlar, fikrlashlar shart bo'ladi. Demak, sportchilar klassifikatsiyasi bochchada 4 klassifikatsiya bor. Ya'ni bu BC, bir tana va qo'l funksiyalari cheklangan miya falaji, CP, ya'ni falaj bo'lgan sportchilar. Xususiyatlari magistralni boshqarish va qo'l funksiyalari cheklangan yordamchi bilan ishtirok etishi mumkin. Ya'ni ularda umuman harakat qobiliyatlari juda katta cheklanish bo'ladi. BC2 og'ir miya falaji bo'lgan, lekin BC1 ga nisbatan ko'proq funksional imkoniyatlarga ega bo'lgan sportchilar. Ya'ni yordamchisiz ishtirok eta oladi. Magistralni boshqarish, harakat bosqichlarini boshqarish BC1 ga nisbatan yaxshiroq. Keyingi bosqichda, keyingi klassifikatsiyadagi sportchilarimiz BC3 og'ir nevromotor nogironligi bo'lgan, qo'l funksiyasi juda cheklangan sportchilar bo'lib, yordamchi va moslashtirilgan asboblar, hali ko'rsatganimizdek rampa, mana bu narsa rampa bilan ishtirok etishadi. Bular demak bularda qo'l harakatlari ham, boshqa harakatlari ham yo'q, faqat bosh og'ir nevromotor kasalliklarga ega bo'lganlar. Demak, BC4 miya falaji bo'lmagan, ammo boshqa nevrologik, masalan, mushak distrofiyasi. Umuman demak, bu boshqa kasallik. Miya falaji bo'lmagan, ammo boshqa nevrologik, masalan, mushak distrofiyasi yoki tayanch harakat tizimi nogironligi bo'lgan sportchilar qatnashadi. Magistralni boshqarish nisbatan yaxshi, yordamchisiz ishtirok eta oladilar. Ya'ni 4 ta klassifikatsiyada xalqaro paralimpiya qoidalari asosan ular tomonidan belgilangan, asoslangan klassifikatsiya talablariga muvofiq takomillashtiriladi. Bu har yil bu sportchilar har qatnashishiga qarab, ularning funksional holatiga qarab turib, ularning o'yin qoidalari o'zgartirishlari mumkin. Demak, keyingi sport turimiz bu nevromotor kasalliklari uchun keyingi sport turimiz bu ko'rib turganingizdek basketbol. Aravachada basketbol. Demak, sport turining qisqacha tavsifi: nogironlar aravachasida basketbol. Bu aravachadan foydalanuvchi sportchilar uchun mo'ljallangan basketbol varianti. Ushbu sport turi nafaqat raqobatbardosh sport, balki o'ziga xos konstitutiv qoidalar tizimiga ega bo'lib, u o'yinning o'ziga xosligi va jozibadorligini yaratadi. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu o'yinda aravachalar o'ziga xos tuzilgan va beli, oyog'i aravachaga boylab qo'yilgan, chunki ular aravacha bilan bir butun holda harakat qilishadi. Aravacha basketbol qoidasi: aravacha sportning tanasiga bir qismi hisoblanadi. Aravachalarning barqaror kenglik standartlariga javob berishi kerak. Maydon standart basketbol maydoni, o'zimizning maydon 28 ga 15, to'plar, shitlar joylashishi, to'plar og'irligi va bir xil bo'ladi. Demak,
Asosiy farqi sportchilar aravachada harakatlanadi va to'pni dribling qilishda aravacha g'ildiraklari o'rtasida muayyan qoidalar mavjud. Demak, bu yerda ham sinflar mavjud. 1 dan 4,5 gacha bo'lgan sinflar mavjud. Bu sinflar asosida o'yinlar tashkil qilinadi. Demak, nuqtalari bor. Eng past, eng og'ir nogironlikda yelka va qo'l funksiyasi cheklangan magistralni boshqarish minimal bo'lgan harakatlari va 4,5 eng yuqori bo'lgan eng yengil nogironliklar, diğeri to'liq funksional imkoniyatlarga ega bo'lgan sportchilar qatnashishi mumkin. Keyingi sportimiz aravachada yugurish sporti, wheelchair racing deb ataladi. Aravachada poyga to'g'ridan to'g'ri tarjima qiladigan bo'lsak, endi bizda yengil atletika bo'lgani uchun aravachada yugurish deb tarjima qilib qo'yibmiz. Demak, tavsifi aravachada yugurish eng mashhur paralimpiya yengil atletika turlaridan biri bo'lib, sportchilar maxsus yengil aravachalarda musobaqalashadilar. Ushbu sport 1960-yildan beri paralimpiya dasturiga kiritilgan. Masofalar sprintda 100, 200, 400, o'rta masofada 800, 1,5 ming, uzoq masofaga 5000, 10,000 metr, estafetada 4 karra 100 metr 4 ishtirokchi qatnashadi va 4 karra 400 metr masofalarda sportchilar ishtirok etadi va oxirgisi marafon yo'l poygasi musobaqalari bor. E'tibor qilgan bo'lsangiz, bu yerda ikki xil aravachani ko'ryapsiz. Bu bittasi velo sport uchun mo'ljallangan, qo'lda velosiped, bizda xorazmchasi aytganda popshagini, g'ildirakini aylantirishadi. U juft holatda shakllangan, aylantiriladi. Mana ko'rib turgan bo'lsangiz, yotgan holda boshqariladi. Velo yugurishda esa ularda nimasi yo'q, zanjirli aylanmasi yo'q. Ularda qo'lda mana bu g'ildirak qismidan aylantirilib musobaqada qatnashadi va qo'l oldida ruli bor, kichkina ruli bor. Bu rul orqali yo'lni boshqarishadi. Endi yana bitta qiziq tomoni yoki yana bitta talab qilinadigan tomon shundaki, aravachalar sportchining og'irligiga qarab, ularning oyoq tuzilishiga qarab, uning bel tuzilishiga qarab, ular uchun maxsus yasaladi. Mana bu qizchaning oyog'i ichkarida turgani uchun, kichkina bo'lgani uchun u ichkarida turadi. Ayrim sportchilarda bu oyog'i tashqarida turishi ham mumkin. Ayrim sportchi oyog'i uzun holatda ham turishi mumkin. Bu sportchining nogironlik darajasining o'ziga xosiga qarab moslashtirib beradi. Chunki bu juda yengil konstruksiyalik velo yugurish aravachasi bo'lgani uchun faqat sportchiga moslashtiriladi. Klassifikatsiyasi T54, T53, T52, T51 nimalari bilan klassifikatsiyalar bilan klassifikatsiyalangan. Orqa miya shikastlanishi va amputatsiyada T51, T54 bo'lsa, demak beldan yuqori to'liq funksional eng yengil nogironligi. T53 esa qorin mushaklari harakati cheklangan sportchilar bo'ladi. T52, T51 yuqori oyoq qo'llar harakati cheklangan eng og'ir nogironlik holatida harakat qilishadi. Miya falaji T32, T34 aravachada, T35, T38 tik turgan holatda sport musobaqalarida qatnashishi mumkin. T32 va T34 klassifikatsiyasi bo'yicha aravachada foydalanuvchi sportchilar T35, T38 tik turgan holda qatnashuvchi sportchilar ishtirok etishi mumkin. Demak, keyingi sport turimiz neyromotor kasalliklari bo'lgan sportchilar uchun sportimiz bu para fencing, wheelchair fencing ham deb ataladi. Ya'ni qilichbozlik, para qilichbozlik. Paralimpiya qilichbozligi 1960-yildan beri dasturda bo'lib, pastki oyoq qo'llarida nogironligi bo'lgan sportchilar uchun mo'ljallangan. Sportchilar maxsus ramkaga mahkamlangan aravachalarda musobaqalashadilar. Demak, qoidalari aravacha polga mahkamlanadi. Musobaqa maydoni, raqobat maydoni to'liq pista, ya'ni o'rniga gorizontal tekislikka belgilanadi. Harakatlar oyoq harakati o'rniga yuqori tana chaqqonligiga yetib borish qobiliyatlari taktikasi amalga oshiriladi. Ikkita kategoriyasi bor, A va B kategoriyasi bor. Demak, yaxshi magistral nazorati va to'liq qo'l funksiyalariga ega. Magistral nazorat cheklangan, harakatlar nazorati cheklangan va yoki qilichbozlik qo'li funksiyasi ta'sirlangan sportchilar hisoblanadi. Ko'rishingiz mumkin, maydoncha mana mahkamlangan, aravacha mahkamlangan, qattiq mahkamlangan joyda jang qilishadi. Bu yerda bel harakatlari, qo'l harakatlari, keyin qo'lning uzunligi, chaqqonliklari bilan
ular janglarni olib borishlari mumkin. E'tibor qilsangiz, ayrim sportchilarda kategoriyaga qarab oyoqlari ham mahkamlangan, ayrim sportchilarda oyoqlari mahkamlangan, chunki ular yiqilib ketmasligi uchun. Klassifikatsiya tizimining umumiy tamoyillari, demak, nogironlikda 10 ta asosiy toifasi bor. Xalqaro paralimpiya qo'mitasi sportchilarning nogironligi turiga qarab 10 ta asosiy toifaga bo'ladi. Aynan neyromotorlarni jismoniy nogironlik bo'yicha, demak, mushak kuchining buzilishi, orqa miya shikastlanishi, poliomiyelit, keyingisi harakatning passiv diapazoni, artrit, qo'l yoki oyoq yetishmovchiligi, dismeliya, oyoq uzunligining farqi, qisqa bo'ylik, kichkina bo'ylik, gipertoniya, mushaklar tarangligining oshishi, ataksiya, harakatlar qoidasining buzilishi va atsetoz, beixtiyor harakatlar muvozanatsizligi bilan klassifikatsiyalanadi ekan. Demak, klassifikatsiyaning maqsadi, klassifikatsiya tizimining asosiy maqsadi imkon qadar teng sharoitlarda raqobatni ta'minlash. Bu tizimsiz eng yengil nogironlikka ega bo'lgan doimo ustunlikka ega bo'lar edi. Klassifikatsiya g'alabaning sport mahorati, tayyorgarlik va diqqat markazida bo'lishini ta'minlaydi. Klassifikatsiya jarayonida har bir sportchi o'z xalqaro faoliyatining boshqa kamida bir marta klassifikatsiyadan o'tadi. Boshida kamida 2 ta klassifikator shifokorlar, murabbiylar, psixologlar, oftalmologlar tomonidan baholanadi. Ayrim sportchilar bir marta klassifikatsiyadan o'tib, butun faoliyat davomida o'sha sinfga qatnashadi. Tushundingizlarki, bu klassifikatsiyada o'tadiganlar amputantlar bo'lishi mumkin. Kelajakda yana bir marta klassifikatsiyadan o'tkazishning hojati yo'q. Va falaj bo'lgan mana sportchilar ham ko'rinib turgan bo'lsa, bir marta o'tishi mumkin. Lekin ayrim falajliklar tiklanishi hisobiga ular tez har yil klassifikatsiyadan o'tkazishga shart bo'ladi. Demak, sport turi bo'yicha fiziologik foydalar o'rganib chiqilgan. Umumiy fiziologik foydalari, sport turlarining foydasi imkoni cheklanganlarga mushaklar atrofiyasini oldini olish, bo'g'imlarning harakatchanligini saqlab qolish, orqa miya shikastlanishi, qon aylanishini yaxshilash, umumiy jismoniy tayyorgarlikni oshirish va ortiqcha vazn semirishini oldini olish. Chunki imkoniyati cheklangan shaxslarda bu narsada muammolar ko'p uchrab turadi. Buning sport bilan turlar bilan qatnashishning sotsiologik foydalari ijtimoiy integratsiyaga ega bo'ladi. Sportchilar tez jamiyatga faol a'zolarga aylanadilar va ijtimoiy aloqalar kengayadi. Bu mening tajribamda ham ko'p uchragan. Jamoa hissi, keyin jamoaviy sport turlarida jamoani sezish, o'zaro hamkorlik, o'zaro yordam ruhi shakllantiriladi. Stereotiplarning buzilishi. Bilamizki, har bir nogironda o'ziga yarasha stereotiplar bor. Ular men bunga loyiq emasman, men buni qila olmayman, mening bunga imkoniyatim yo'q, men bunga iqtidorli emasman degan har xil stereotiplar bor. Bu haligi yuqoridagi stereotiplarning yo'qotilishiga yordam beradi. Teng huquqlilik, ya'ni klassifikatsiya tizimi maxsus qoidalari raqobatni ta'minlaydi va sport orqali tenglik tamoyilini amalga oshiradi. Ijtimoiy model, sport nogironligi tibbiy modeldan ijtimoiy modelga o'tishga yordam beradi. Nogironlik to'siq emas, balki o'ziga xos xususiyat sifatida qaraladi. Demak, maxsus sotsiologik jihatlari, aravachada basketbolning 14 ballik tizimi turli darajadagi nogironlikka ega bo'lgan sportchilar bir jamoada o'ynashini ta'minlaydi. O'tirib o'ynaladigan voleybolda esa VC2 sportchilari soni cheklanishi og'ir nogironlikka ega bo'lgan sportchilar o'ynash imkoniyatini kafolatlaydi. Ya'ni jamoada tenglik amalga oshiriladi. Demak, psixologik foydalari bu o'z-o'zini hurmat qilishini oshirish, stress va depressiyadan kamaytirish, maqsad yo'naltirilganlik, psixologik chidamlikning oshishi, mustaqillik hissini oshishi va ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tarmog'i, jamoa bilan ishlash kabi holatlar amalga oshiriladi. Mana bugungi sizlarga taqdim qilmoqchi bo'lgan prezentatsiyamiz tugadi. Qo'shimcha adabiyotlar bilan sizga berilgan qo'shimcha adabiyotlar asosida bularni yanada o'rganib chiqishingiz mumkin. Neyromotor kasalliklariga mavjud shaxslar uchun paralimpiya sport turlari mavzusidagi video darsimiz tugadi. Xayr, salomat bo'ling.